Yo'q, endi mashina bilan men baliq sotdim. Xudo xolasa inshaalloh. Bu bekorga emas-da, bu signal. Signal. Mashina olish kerak deyapti bu yo'lga. Xudo xohlasa nasib. Erkaklar qilolmayotgan ishda. Xullas 17-aprel kuni bir qarorga keldim-u, bir haftaning ichiga mana shu joyni barpo qilib. Assalomu alaykum qadrli YouTube obunachilarimiz, xo'rmanglar. Sizlarga hozir baliqchilik biznesi haqida ozroq gapirib o'tib ketamiz. Nimaga bu yerga keldik? Nima uchun syomka qilyapmiz o'zi? Nima maqsadda? Nima maqsadda o'zi? Xullas, bir opamizni bizning mijozimiz bo'lgandilar. Biz opamiz Gidrox mana brend ostidagi mana bunaqangi nasosimizni olib ketgan. Nasos emas, bu hozir baliq yetishtiradigan joyga havo haydayapti, ko'rishinglar mumkin. Bu nasosni bizning do'konimizdan olib ketgan, lekin bizga qiziq bo'ldi. Hozir mana shu biznes turi baliq, ya'ni uy sharoitida baliqchilik bilan shug'ullansa bo'ladimi, yo'qmi? O'sha biznes bizga qiziq tuyulgani uchun sizlarga bir ko'rsatish maqsadida, keyin opani o'zi bilan ham ozroq suhbat qilish maqsadida bu yerga keldik. Hozir biz qanaqa texnikalar qilib berganmiz, bunaqa plashatkada necha pul ketadi baliqchilik qilish uchun? Agar svet o'chib qoladigan bo'lsa, dvijokda bemalol zavod qilib, yoqib, bu yoqda ishlatish mumkin. Bu karcher. Karcher nimaga kerak bo'ladi? Yutib oldingizmi? Siz yutib olganmidingiz? Opam bittada yutib oldi. Bizda aksiya ketayotdi, ya'ni 1 milliondan tortib, undan yuqori bo'lgan xaridlar uchun har 1 millioni uchun biz bir marta baravay aylantirish imkoniyatini berdik. Super prizga karcher qo'ydik. Opamiz yutib oldilar mana. Opam bitta nasos sotdi. O'shani gap yo'q. Men o'shani so'ramoqchi edim. Kim yutdi bir og'iz u narsa so'ramadigan deb. Da eng qimmat. Endi Men so'zlamay. Mayli, gapiravering. Sotmaysizmi endi? Yo'q, endi mashina bilan men baliq sotdim. Xudo xolasa inshaalloh. Bu bekorga emas-da, bu signal. Signal. Mashina olish kerak deyapti bu yo'lga. Xudo xohlasa nasib. Xudo xolasa. Sentabr, oktyabrda yangi mashina minish niyatimiz bor. Inshaalloh nasib qilsin. Niyatlaringiz. Rombay kompaniyasidan ko'nglim to'q. Juda yaxshi xarid qildim. Dostavkasi, o'rnatib berishlari hammasi ajoyib bo'ldi. Endi uzr so'rayman, ayol qo'llari bilan hammasi erkaklar qilolmayotgan ishda. Erkaklar tartibsiz, lekin endi har kim ham eplay oladigan ish emas bu. Siz ayol bo'lishingiz bilan hozir mana shuncha narsani qilyapsiz-da. Mana degan erkak kishi ham qilolmaydi buncha ishni. Qanday boshlandi bu baliqchilik biznesi o'zi sizda fikr tug'ildi? Nima sabab bo'ldi? Qanaqa qilib qildingiz buncha narsani? Bir kun shu uyimizda orqasida kattakon ariq bor. Shu yerda o'ylab tursam, baliqlar suzib yuribdi. Ariqda ichida? Keyin hayolimga keldi-da birdan shu suvni teplitsaga ko'chirsam-da, baliq boqsam. Nima bo'ladi? Bu ariqdan o'sha kelayotgan suv hozir. Bu ariqdan kelayotgan suv, toza suv, qamishlar orasidan. Keyin bir necha baliqchilik kanallariga obuna bo'lib, men bir hafta davomida faqat ular qanaqa голосовой сообщение jo'natyapti, nima bilan shug'ullanyapti, nima qilishyapti, qanaqa muammosi bor, ularni o'qib, o'zimcha o'zlashtirdim va juda ham ishonchim komil bo'ldiki, shu narsani qilishim kerak deb. Xullas 17-aprel kuni bir qarorga keldim-u, bir haftaning ichiga mana shu joyni barpo qilib, keyin Rombay magaziniga bordim, do'konga. Kerakli narsa motor va dvijok. Bu endi svet o'chib qolgan vaqtlarida va suvni yomon suvlarni tortib chiqaradigan motor kerak ekan. Men hamma narxlarini bilib zakaz qildim va o'rnatib berishdi. Keyin ko'proq xarid qilganingiz uchun shunaqa yutuqli o'yinlarimiz bor, tortib ko'ring dedi. Tortib ko'rsam, mana shunaqa. Bu yoqda karcher chiqib o'tiribdi. Karcher chiqdi. Gap yo'q, gap yo'q. Eng qimmatbaho sovg'a ekan. Kerakli odamga nasib qildi, shunisiga xursandmiz. O'sha aksiyani biz marketing bo'limimizda o'tkazganda, hali ham davom etyapti. Agar kimdan kim Rombay do'konidan 1 milliondan ortiq xaridlar amalga oshiradigan bo'lsa, 1 marta, 2 milliondan ortiq bo'lsa, 2 marta, 3 milliondan ortiq bo'lsa, 3 marta aylantirish imkoniyati bor. Siz necha marta aylantirdingiz? Men ham 3 marta aylantirdim. Birinchi tortganimdayoq karcher chiqdi. Birinchisida karcher chiqdi. Qo'y. Endi hozir biznesingiz haqida ozroq gaplashamiz, opa. Xo'p bo'ladi. Qancha xarajat ketdi, qancha joyga joylashdi mana bu qilgan narsalaringiz? Qarang, hech qancha xarajat ketgani yo'q. Usta haqi kuniga 300 mingdan 5 kun ishlatgan bo'lsam,
ketgan 1,5 million ketdi. Ha, Usta haqqiga. usta haqqiga yo'q. Kuniga 1 million 200 dan ketgan taqdirda ham 5 kunda 6 million ketdi. Salafan 2 million 200 bo'ldi. Hozir mana bu salafan. Salafan, ha. Setkasi 500 ming bo'ldi. Bu setkani ustalar o'zi podarka qilishdi. Meni uyimda bor, men o'zim aylantirib beraman deyishdi. Rahmat ularga. Ular aylantirib berishdi va 7 millionlik savdo qildim do'kondan. Mana shu asbob uskunalar bilan. Plus umumiy hisoblasa bir 10 million plyus ketdi mana shu joyda. 12-13 millionlar ketdi. 12-13. Lekin qo'yil mana shuncha ancha joy bo'libdi-da. Hozir bu yoqda nechta baliq bor deyapsiz endi? Hozir 600 dona baliq bor. Voy familiyasini bilmayman, Tohir degan bir yaxshi yigit bor ekan, rahmat unga. 600 dona baliqni shunchaki berdi, opajon boqib ko'ring deb. Uchqizilda Normuhammad akan o'g'illari. Bo'ldi, tushunarli. Minnatdorchilik bildiraman. Shunchaki berdi. Hali uni hisob kitobini qilamiz, Xudo xohlasa. Baliqlarimizni holati yaxshi, 600 dona baliq. Hozir qancha kattalikda hozir o'sha baliqlar? 50 gram edi olib kelganimda, menimcha. 55 gramlarga borib qolgandi, balkim 60 gram bo'lgan. Nima berib boqyapsiz endi bular? Polshadan kelgan yem bor, oddiy o'shanaqa yem bilan boqyapman. Shu baliqchilar bilan maslahat qilgan holda boqyapman. Xullas biznesni endi o'rganib boryapsiz, birdan optik ko'rib ketyapsiz. Gapi qo'yil. Yurak katta ekan, lekin. Yuragim juda katta, shuning uchun. Qo'yil. Hammaga tavakkal qilishni maslahat beraman, chunki tavakkal qildim, karcher yutib oldim. Demak, mashina minishim kerak. Nasib, xudo xolasa. Bu baliqlar endi katta bo'lib, bir 2 kilo, 3 kilo bo'lib qolgandan keyin yaxshigina daromad qilsangiz kerak, xudo xolasa. Nasib bo'lsa, inshaalloh. O'shanda hali baliqlarim katta bo'lganda ham bir syomkaga kelib ketasizlar. Albatta kelamiz. Chunki baliqlarning rivojlanishiga albatta Romvay kompaniyasining texnikalari katta kuch ko'rsatgan bo'ladi. Uni ham hali ko'rsatamiz. Nasib, xudo xolasa. Agar nimadir texnikalar, servis yoki muammolar bo'ladigan bo'lsa, servislar bilan bog'liq, bemalol yigitlarimiz bor, keladi. Albatta. To'g'rilab berishadi, nima narsa bo'lsa. Endi bu yoqda hozir bir ko'rsatamiz. Nimalar qo'yilgan, qanaqa. Hali tok o'chib qolgan holat bo'ldimi yo'qmi sizda? Yo'q, bo'lgani yo'q, lekin men benzin olib kelib qo'ydim. Dvijogimni olib kelib qo'ydim. Hammasini olib kelib, taxlab qo'yibman. Agar mabodo svet o'chib qolsa, yana o'sha kislorod yetkazib turishga. Tushunarli. Undan tashqari bu yoqda parniklar ham siznikimi? Yo'q. Qo'shnilarniki, ha, shunday. Qaysi biri? Bu yoq qo'shniniki. Bu ham qo'shniniki. Sizda faqat baliqchilik. Shunday. Biznesmenlar ko'chasi. Men o'zi 4 yil pomidor ekdim. Bu yoqqa? Ha, yomon daromad ko'rganim yo'q, xudoga shukr. Endi baliqchilikdan ko'proq daromad ko'raman degan niyat bilan qildim, yaxshi niyat bilan. Yaxshi niyat. Shunaqa. Eslatib o'taman, bu yer agar bizni chetdan ko'rayotganlar bo'lsa, O'zbekistonning boshqa viloyatlari, shaharlaridan ko'rayotgan bo'lsanglar, Namuna degan joy Termiz shahriga qaraydi hozirgi vaqtda. Bu yerda asosan baliq, go'sht mahsulotlari eng zo'r tayyorlanadigan joy. Ya'ni namuna go'sht desa hamma biladi, namuna baliq desa hamma biladi. Ya'ni baliqlar mana shu yerda, go'shtlar mana shu hammasi shu yerda chiqadi. Xullas, tadbirkorlarimiz tarafidan chiqadigan mahsulotlar hammasi. Endi esa sizlarga hozir apparatlar bo'yicha ozgina texnik informatsiyalar berib o'tib ketamiz. Uni Shahzod akamiz beradi. Bu biznesimiz uchun eng asosiy kerak bo'ladigan narsa suvda havo yetishmovchiligi bo'ladi, kislorod. Baliq uchun eng asosiy narsa bu kislorod. O'shaning uchun biz mana bunaqa kislorod beradigan nasos Hidrox 1100 wattligini qo'yib berganmiz opamizga. Hozir bu nasosni o'zi 8 ta tochkaga, o'zi 10 ta tochkaga mo'ljallagandik. Hozir yana 2 ta tochkasini endi montaj qilib bersak, 10 ta tochkaga mo'ljallangan 1 soatda 210 kuba havoni haydab beradi bu. Mana bu yerdan havoni olib, bu yerdan havoni haydab beradi. Bu nasosni mayda katta, kichkina hamma vattlari bor. 250 wattdan boshlanadi, 1100-1500 wattgacha do'konimizda bor. Asosan mana do'konlarda oldida bu baliq mahsuloti tayyor bo'lgandan keyin, endi katta o'zini sotuvga tayyor bo'lgandan keyin baribir bozorga olib chiqqanda o'lib qolmasligi uchun mayda nasoslarni ham biz do'konimizdan topsangiz bo'ladi. Biznes uchun asosiy kerak bo'ladigan narsa bu nasos, kislorod berib turadigan va kislorod yo'qolib qolmasligi uchun buni elektr energiyasida agar muammo bo'ladigan bo'lsa, dvijoglar. Bu opamizga bu 1100 wattni ko'taradigan Bezon firmasini dvijogini qilib berganmiz. Bu dvijogimiz 2,5 kilovatlik maksimalli 2,5 kilovatgacha bo'lgan tokni chiqarib beradi, benzinda ishlaydi. 1 soatda 750 gramdan 1 litr 200 gramgacha
benzin sarf qiladi. Undan tashqari buni propanga, mana karburator orqali mana bu tarafda ko'rsangiz bo'ladi. Karburatorni almashtirib, propanga ustanovka qilsangiz ham bo'ladi. Propanni 750 gram propan 1 soatga rasxod qiladi. Agarda mana bu yerdagi propanni mant qozonni almashtirsangiz, propanlik bo'lsa. Keyin bu opamiz nasos karcher yutib oldilar. Bu 120 barlik karcherimiz Pit firmasiniki. Maksimal 120 bar davleniya urib beradi. Quvvati 1600 watt. 1 minutda 390 litrgacha suvni davleniya bilan haydab beradi. 3-4 xil nasatkasi bor. O'zini pena sepadigan nasatkalari mana bu yerda hamma narsasi ko'rsatilgan. Pistoletlari, tozalaydiganlar, shlankalari 6 metrlik. Keyin ham buni yana bir afzallik tarafi ham bonusga qo'yilgan, ham buni aksiyada narxi 1.180 ming so'm ilgari sotilgan bo'lsa, hozirda adashmasam aksiyaga tushgan, ulgurib qoladigan bo'lsangiz 680 ming so'm atrofida olasiz buni. Undan tashqari bu biznes uchun eng kerak bo'ladigan narsalardan bittasi bu nasos, glubinniy nasoslar. Mahsulot tayyor bo'lganda suv ichidan ushlash qiyin bo'ladi. O'shaning uchun suvni bo'shatish kerak. Suvni bo'shatishda bunaqa glubinniy pogrужной nasoslarimiz juda ham qo'l keladi. Bu nasosimiz 900 wattlik 1 soatda 12 tonna suv beradi. 18 metr tikka balandlikka ko'tarib beradi. Diametri 50 lik. Keyin ham buni yana bir afzallik tarafi, mana bu yerda e'tibor bersangiz, krilchatkasi misrovkalik, ya'ni quyuq bolota bo'lgan joylarda ham ishlatsangiz bo'ladi. Bemalol loyga o'xshagan quyuq mahsulotlarni hammasini chiqarib tashlaydi. Ko'pchilik buni kanalizatsiyaga ham tashlashga ishlatadi. Admotkasi mislik 1,5 yil garantiyasi bor, asos eng zo'r. Misol uchun o'zini servisi bor Surxondaryo viloyati bo'yicha. O'zimiz servis xizmatini ko'rsatib beramiz. Va mana bunaqa pajarni shlankalar. Bu pajarni shlankalarimiz do'konimizda 8 ming so'mdan 19.800 so'mgacha bo'lgan turdagi xillari bor. Har xil bu o'zini necha sloyligidan farq qiladi. Nasosimiz qarang, 1.480 ming so'm o'zi. Hozirda aksiyada 1.30 ming so'mmi, 1.40 ming so'mmi shunaqa chiqadi. 1,5 yil garantiyasi. Dvijogimiz 2.980 ming so'm, hozirda aksiyada 2.300 ming, 2.400 ming so'mdan xarid qildilar opam adashmasam. Hozir aksiyaga tushgan o'zimizni xodimlarimiz tekshirib. Hop, nech pulga tushdi dvijog? 2.100 ga mana. 2.100 ga. Даже aksiya narxidan ham arzon qilib berishdi. Yosh tadbirkorlarga deb. Nima uchun Roma tanladingiz? Kim maslahat berdi? Hech kim maslahat bergani yo'q, lekin oldindan bilaman. Shu ming bir do'konida. Chunki oldin teplitsa ishlatganimda ham ko'p narsa olganman-da. Uy qurganimizda ham, misol uchun preparator olganmiz. Keyin ana lobzik bor-ku, o'shani ham olganman. Shundan ko'nglimda qolib ketganda, shuning uchun men to'g'ri o'sha Romayga boraman, ikkilanmasdan. Ma'lumot uchun, bizning do'konimiz yaqinda rebranding bo'lgan, ya'ni ming bir mayda chuda so'zini patentlash imkoni bo'lmaganligi sababli hozirgi vaqtda biz Romay brendi ostida faoliyat olib boryapmiz. Yaqin kelajakda, xudo xolasa, biz niyat qilganmiz 12 ta viloyat bo'ylab o'zimizda Romay do'konlarini ochishni. Bu yog'ini endi kuzatib borasizlar. Xo'p, opa, yana sizga savol beraman. Pochcha qayerda? Rossiyada. Rossiyada. Qanchadan beri? Noyabr oyida ketdi. Noyabr oyida. Avvaldan mana shu tadbirkorlikka siz qiziqarmidingiz yo pochcham qiziqarmi? Kishi birinchi qiziqdilar. Teplitsa qilamiz deyishdi. Dedilar, teplitsa qildik, 4 yil pomidor ekib sotganmiz. Bozor undan ham yaxshi bo'lgan? Yaxshi daromad bo'lgan, juda ham yaxshi daromad bo'lgan. Keyin 4 yil mobaynida o'rgandim hosilni, bozorga chiqarib sotishlar, korobkaga joylashish, ancha malakam oshdi. Lekin nimagadir baliqqa ham tortdi. Shu ekoturizm restoraniga borganimda juda ham havas qilganman. Baliqlariga. Shundan menimcha bo'lib ketdi-da. Qo'y lekin opamiz ma'lumot uchun qancha vaqt ketdi? Bir hafta ichida qilib tashlarim hammasini dedingiz. 17-aprel kuni ustalar bilan gaplashdim. 18-aprel kuni ular kelishdi. 18, 19, 20, 21, 22 kuni tugatishdi. Qo'y. Endi yo'q, baliqlar siz yuribdi hozir. 2 sotiq joy. Shunday. Kapitaliga nechiga necha dedingiz Shahzod buni? 9,5 ga 25 metr,
teplitsamiz. Endi o'rtadagi ko'prikni hisobga olganda 1 sotixchalar ketgan bo'lsa ham, yarim sotik ketgan bo'lsa ham, 1 sotik bu yerda, 1 sotig'i bu yerda. Shunday chuqurlik 1,5 metr. ChatGPTga savol berganingizda qancha daromad ko'rasan dedi, bitta endi shu ma'lumda voy aytdingiz-ku. Hammasini savol berganimda, agar 70 mingdan sotsangiz, 190-182 minglar daromad olasiz dedi. Endi svet hamma narsani ayirib tashlagan taqdirda ham 132 millionlar sof daromad ko'rasiz degan fikr bildirdi. Mana baliqchilik bilan shug'ullanaman deganlar ma'lumot uchun mana o'rtacha endi bu taxminiy summalar baribir shu 100 millionni oshsa ham menimcha bitta oila uchun yaxshi natija. Endi bu joy bilan qolib ketmasligingiz kerak hali. Bilasizmi, men shu 50 million foyda ko'rsam ham bayram qilish niyatim bor hali. Chunki birinchi marta bu. Birinchi marta. Shunaqa. Xudo xohlasa. Meni qo'llab-quvvatlagan tadbirkor Tohirjonga ham alohida rahmat aytaman. Maslahatlari uchun ham, Romvay do'koniga ham minnatdorchilik bildiraman. Xizmat zo'r bo'ldi. Xizmat ko'rsatgan ustalarga, o'zimga ham minnatdorchilik bildiraman. Shunday g'oya bilan ilhomlanganim uchun. Zo'r, qo'ying.